Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlarım, yaxşımısızlar? Mən qarindişinglar Ramila Abdemet. Yenidən təsis qilingan YouTube Universal kanalımızga xoş gəldinglar. Bu kanalımızda hər xil temadagi söhbət və mülahizələr, tarix və mədəniyyət, ədəbiyyat, sənət, naqşı muzika, yumor, latifə və balalar proqramları verildi. Bu kanal o'xshamagan ko'z qarashlarga hurmat qilinib, betaraflikni o'zining axloqiy mezoni qiladi. Yuqorqi programmaga qatnashishni xohlagan qarindoshlarimning men bilan aloqa qilishni umid qilaman. Mening aloqa qilish nomerim 001 647 450 87 60. Hurmatli qarindoshlarim, bugun sahifamizni Barin inqilabının 30 yıllığa berişlayman. Şundaqla Barin inqilabida qurban bo'lgan va Xitoyning zindanlarida olamdan o'tgan barliq shehidlarimizni hurmat va g'urur bilan eslayman. Hurmatli qarindoshlarim, Xitoy virusi munosabati bilan hozir uylarda o'tirishga majbur bo'ldik. Mana shundaq kunlarda Kanada Uyghur Cemiyeti'nin birer faaliyet o'rlashtirgan yoki o'rlashtirmagan haqida bilgi olish uchun Kanada Sharq Turkiston Cemiyeti'nin raisi Tuyg'un Abduvali efendimni ziyorat qildik. Tuyg'un Abduvali efendim mundaq deydi. Assalomu alaykum Ramila xonim, qanday yaxshimisiz? Obdan tudingizmi? Xabaringizda bo'lgandek bu 5 aprel Barin qo'zg'alığının 30 yıl toşkan günü bugün. Biz bundan 2 ay burun Barin inqilabının 30 yıllığını Kanada Şarkı Türkistan Birleşme Cemiyeti şu Toronto başbulap, Vancouver, Calgary, Edmonton, Montreal Ottawa bu yerlerde o'xshamagan derecede çoğun tiptilik namoyish ve bir şehitler keçisi, dua keçisi elip bardiganini Uyghur Mescid heyetleri ve Kanada Şarkı Türkistan Birleşme Cemiyeti'nin heyetleri müzakere kılgan. Afsus bu Xitay virusu tüpeylidin. Bunu emelden kaldırdık. Ama tönügünden beri körüvütsüz Uyghur Mescid heyetleri ve Kanada Şarkı Türkistan Birleşme Cemiyeti'nin heyetleri ortak Vancouver'dan Nureli Hacı, Tunsakız, Toronto'daki heyetler ve Mescid heyetleri 30 para Kur'an'ını İbrahim Karım'ın ki mesulluğunda tüketiş ve bir Facebook'tan nehmeyden bir dua ve şu Barin hareketini esleş faaliyeti bulutudu ve şundakla bizdenki şu WhatsApp ve başka toplarımızda bugün ögün yani 4. ayının 5, 6, 7'de müşkülleri Barin qo'zg'alığında şehit bo'lgan Zeydin Yusuf başçılığındaki qarindoshlarımızın royini esleş ve ularning hayat çağda elip bağlan faaliyetlerini hatırlaş, faaliyetleri elip ötümüz. Rahmet Tuyg'un efendi. Endi biz Dünya Uyghur Qurultayı'nın Köşmenler İdarəsininki bölüm başlığı Mehmet Toxta efendimden Barin inqilabininki kelip çıkışı ve onun təsiri hakkında sual sorduk. Mehmet Toxta efendim mundaq deydi. Bugün Barin şehitlerimizden yani Barin qo'zg'alığının del 30. yıl hatırı günü bu münasebet bilen Barin qo'zg'alığında vatanımızın arnumusunu qo'g'dash Sharqiy Turkiston xalqining birdan bir arzusu bo'lgan vatanimizni Xitoydan to'liq talto'kis azod qilib o'zimizning hur davlatini qurishdan iborat shu g'oya bilan yo'lga chiqqan Barin kahramonlarining shehidlarimizning ro'yiga hammamiz duo qilamiz. Bu 30 yıllık xotira kunida yana shuni unutmaymiz. Barinda Zeydin Yusuf qo'mondonligidagi minglarcha bizning kahramonlarimiz bir qancha yillik tayyorlik qilish natijasida Qashqarning Aqto'nayisining Barin yezisini Xitoydan talto'kis azod qilib bir mezgil shu yerda mustaqil hokimiyat yurgizgan. Xitoyning qonliq bostirishi bilan bu qarindoshlarimiz hech birisi tiz bukmasdan
her tarafga taragan, lekin Xitoylar eng oxiri butun o'zining qurolli kuchlarini va ichkaridan yetkab kelgan askeriy qismlar bilan zamonaviy tikuchar aeroplandagi zamonaviy qurollar bilan bu qarindoshlarimizni hamma yerdan bostirib, bu qarindoshlarimizni shahid qilgan. Barın qo'zg'aloni vatan xalqimizning mustaqillik umidini jonlantirgan bir qo'zg'alon. Vatan xalqining o'z vatani uchun yerik kelsa hayotini qurbon qila oladigan, vatanning mustaqilligi uchun o'zining jonidan voz kecha oladigan shundoq bir ulga hisobida. Bundan keyingi vatan davarimiz uchunmi bizning yo'limizni yo'ritadigan nayt shallaq bir ulga. Barın qo'zg'aloni yuz bergandan keyin Xitoy hukumatı qattiq sarosimaga tushgan. Bu mayli markaziy hukumat olsun, mayli atalmış Abdurrahman xalq hukumati bo'lsin, oylarcha tashviqot olib borgan, bular ishlatgan, yasagan qurollarni ko'rgazma qilgan va butun shu bostirish jarayonida barindagi cho'ng kichik, yosh qari demay, ayol demay butun Barın xalqini qirib tashlagan. Shundaqdimi bu Barın qarindoshlarimiz garchi bu yer qarindoshlarimiz bu qo'zg'alon orqali ya'ni o'zining kutgan maqsadini amalga oshirmagan bo'lsa-mu, lekin vatan xalqimizning bundan keyingi ilib boradigan qonliq ko'rishida bir namuna sifatida hozirgacha qalbimizda yashab kelyapti va bundan keyinmi yosh avlodlarimizning qalbida mangu yashaydi. Rahmat Mehmet To'xti. Bugün Mehmet To'xti efendimninki so'zlagan so'zni qisqartib, ba'doq to'liq detallari programmaning oqisida ulab qo'yildi. Ko'pchilikninki shuningdan ulab anglashini umid qilaman. Rahmat. Hozir sizlarga Zaydin Yusupning she'ridan bir parcha o'qib beraman. Bo'lmas Muhammas Abduri Zaydin Yusuf. Xitoy zolim, Xitoy dushman, uning bilan billa o'zishib bo'lmas. Xitoy makkor, Xitoy xoin, yo'lida yo'l yurib bo'lmas. Xitoy insoni yo'q maxluq, güzel kunlar ko'rib bo'lmas. Xitoy mal'un, Xitoy horsiz, urushmay qurtulush bo'lmas. Yo'qotmay yovni bu eldan, saodatni ko'rib bo'lmas. Bu davlatning asli ismi Sharqiy Turkiston. Emas Junxa ili hergiz, tilingni tart razil shayton. Eğer sende vapa bolsa bu devlet bir güzel canan, vatan üçün erzgey hatta pida bolsa tümen mingcan. Şeref izzet yetip kelmez, vatan üçün vermesen hiç kan. Ciningden keşmesen hergiz, canan könglün futup olmaz. Xitoy harsiz bu düşmanni yengish üçün ittifaq lazım. Bunun üçün her vakit Kur'an, sünnet tınşımaq lazım. Bu milletning dinini ve tilini qollamaq lazım. Xitoy mal'unning tangan dinini tilamaq lazım. İnaqlıqni asas qilmay Xitoyni yo'qotib bo'lmas. Musulmanni xurofot deb yaratmay ko'zga ilmaymiz. Yılan başlarını dinsiz deb tushunmas tili tillaymiz. O yerlik bu yerlik o divan adamni xillaymiz. Razil o'qishga qul bo'lg'ash, razil o'qishni chillaymiz. Yo'qotmay ish bu illatni, saodatni ko'rib bo'lmas.